Qizlar, bugun sizlarga koronani o'rgataman. O'sha ko'pchilik bilib qo'ygan koronalar yasashni ham, lekin kursimda yangi qizlar, yosh qizlar ko'p qo'shilgani uchun buni ham tushuntirib ko'rsatib ketaman. O'z YouTube'ga video qo'ymoqchi edim. Sizlarga qilgim keldi. Mana shu osnovidan kerak bo'ladi. Bu kattasi qizlar. Hamma biladi buni. Bu shisha tosh. Bundan 7 ta kerak. Bu eng kattasi adashmasam. Hozir sizlarga kichkinasini ko'rsataman. Mana bu ko'p ishlatadiganimiz. Bu kattasi ekan. O'zi buni cheti ko'zli kerak edi. Unaqasidan topolmaganim uchun buni chetiga ko'z yopishtiramiz. Agar mana bundan foydalansanglar, bunga katta metraj yopishtirasizlar. 14 razmer bor-ku, 12-14 shunaqalar yopishtirasizlar. Bunga hozir men adashmasam 8 razmer yopishtiraman. Buni temiridan olib tashlayman. Tayyor ko'zliga yopishgan bo'lsin, temirni olmaysizlar. Ololmaysizlar ham uni. Mana. Shisha ko'zi mana bu cheti qalin bo'ladi. Mana shu chetiga kley surib, mana shu metrajni yopishtiramiz. Buni oldindan kesib olasizlar. Hammasini tayyor qilib olasizlar. O'shanda ishlashingiz oson bo'ladi. Qaranglar, bunga kley surib olgandan keyin mana bu osnovani ham, bu oldi tarafi, mana bu yoqqa bo'rtib chiqqani oldi tarafi bo'ladi. O'shani mana ko'zni qo'yib ko'rganingizda mana shu o'zi bilinadi-ku, o'rtasi qatliga. O'sha yerga kley surib qo'yasizlar. Mana shunaqa qilib tegadigan joylariga kley surib qo'yib qo'yasizlar. Mana ko'zni yopishtirasizlar. Chetiga yopishtirguningizcha kleyni usti ham sal qotadi, quriydi. Bu metrajni orasi ochuv, hozir ko'rgandirsizlar, zich yopishmagan. O'shaning uchun buni men bu ko'zdan uzunroq qilib kesib, oralarini bir-biriga bunaqa kleyda yopishtirib olganingizdan keyin bunaqa bir-biriga taqaysizlar. Sразу mana bu surib qo'yganingizga shunday yopishtirib qo'yasizlar. Qo'yib qo'yasizlar. Qolganini qilguningizcha bu yopishib turadi. Yana xuddi shunaqa qilamiz. Qizlar, mana shunaqa qilganingizda mana shu o'rtasiga qo'yasizlar. Kley yopishtirmasdan oldin tayyorlab olganingizda chetiga ko'zlaringlarni qo'yib ko'ringlar birinchi kleysiz. O'rtasiga, chetiga deb примерно mana shunday qilib qo'yib ko'rasizlar. Qanaqasiga chiroyli turibdi, qanaqasiga yopishtirsangiz, qanaqa uzunchoqroq, qiyshuvroq, bunaqa yoniga yotqizib, xullas o'shani to'g'rilab olasizlar. O'zingizlarga yoqqan narsa bo'lgandan keyin kleyda yopishtirishni boshlaysizlar. Men hozir tez-tez ko'rsatib ketaman. Asla qilayotganingizda mana hammasini oldin mana shu o'rtasini yopishtirib olinglar birinchi. O'rtasini yopishtirib, mana birinchi yopishtirganimni olaman. Kleyni surasizlar mana. Birinchi eng tepa qismiga, keyin mana chetidagi naqshlariga
kley bilan surib chiqasizlar. Buni ham ozgina qotirish kerak. Kleyni ustini ozgina qotirish kerak. Mana men qotmaganda, hammasini qilguningizcha bu ozgina qotib turadi-da, ishlashingiz oson bo'ladi. Oppalarini qilsanglar ham rosa chiroyli chiqadi. Rosa shamol bosdi. Mana ko'rdinglar? Shunaqa 7 tasini yopishtirib olasizlar, tayyorlab olasizlar. Aytganimdek, birinchi ham o'rtasini yopishtirasizlar. Keyin mana bunga kley surib olib, keyin buni ham chetiga sirazi kley surib olinglar-da. Orada mana bunaqa to'g'rilab turinglar, chunki kley yumshoqligiga ko'z u yoqqa bu yoqqa surilishi mumkin. Keyin kley surib olganingizdan keyin birinchi buni terguningizcha bu kleyni ustida ozgina qotadi. Keyin buni ustiga terasizlar, shunaqa qilib olasizlar hammasini. Qizlar mana qaranglar, qanaqa chiroyli chiqadi. Bu hammasi shishada. Qaranglar yonishini. Shunaqa tayyor bo'lgandan keyin, hisob qotgandan keyin bu bizga kerak ko'zlar. Hozir mana bunaqa taroli obodok ishlatasizlar bunga, chunki bu og'ir bo'ladi. Agar ro'molli qizlar etsa, taroli qilmasanglar ham bo'ladi. Simni unaqa ko'p olmayman. Chunki qiynaladi sizlar aylantirishga. Endi usta bo'lib ketgan bo'lsangiz, o'sha ko'p ishlatirsanglar bo'ladi. Bir chekkadan boshlab ketaverasizlar. Mana bu yonida ozgina joy qoladi. Bu yog'idan уже orasidan sim o'tkazib ketma-ketlikda simlaringlarni yaxshilab tortasizlar. Bor kuchinglar bilan. Xudo xolisa payonlikda ishlashni yaxshilab o'rganmasam, o'zim sizlarga o'rgataman. O'shanda sim bilan qilmasak ham bo'ladi. Ikki-uch marta o'tkazasizlar. Qattiq tortasizlar. Simlar bo'lganingizdan keyin sim bilan esib qo'yasizlar. Bitirguningizcha o'zi mana bu sal liqillab turadi. Xavotir olmanglar. Keyin keyingisiga o'tish uchun mana obodok ko'zdan bitta aylantiraverasizlar. Chunki mana shu ko'zdan keyingisiga o'tsanglar bir-biriga tortib qoladi.
smeylani kaltaroq qilsanglar ishlashinglarga oson bo'ladi. Mana shu ketma-ketlikda 7tasini ham xuddi shunaqa simlab chiqasizlar. Qizlar bir xilla mana bu osnova bor-ku, o'shani ko'z yopishtirmasdan turib koronaga qotirib olishadi. Bunaqa qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Kimga qanaqa ishlash qulay bo'lsa, shunday qilsanglar bo'ladi. Shunaqa tortganinglarda uzilib ketadi siminglar. Qattiq-qattiq tortsanglar. Imam yo'da yana boshqa sim qilib, ketma-ketlikda hammasini terib olamiz. Mana yana mana shuncha joy qoldiramiz. O'sha hammasini terib olganda mana bu suriladi. O'shanda bemalol to'g'rilab olsak bo'ladi. Mana qizlar hammasini qilib oldik. Mana qaranglar. Mana yoqda joy ko'proqmi? Butini surasizlar. Ikkita chetini baravar qilasizlar. Bitganda bu suriladi. Ko'rdinglar? Bir xil bo'ldi ikkita chet. Endi hammasini qilib bo'lganingizdan keyin orqa tomonini mana shu osnovamdan qolmabdi, ko'rsatardim. Mana shu ikkita chetida teshigi bor. Mana simni mana shu ikkita chetiga kirg'izib bir-biriga tortamiz. Qattiq tortmaymiz. Prosta o'tkazib qo'yamiz. Mana shitadan mana simni olib ketasizlar. Botiga 2-3 marta aylantirasizlar. Mana shu yerdan kelib yana 2-3 marta aylantirasizlar. Mana shu yerda ko'rinyapti. Mana hammasini oxirigacha shunaqa qilib chiqasizlar. Siminglar uzilib qolsa, kam bo'lsa, yana boshqatdan qovurasizlar. Ikki marta qilsanglar yetadi. Ko'zlaringlar bir-biriga tegib tursa bo'ldi. Mana bu yerda qaranglar, ko'zlar bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Mana shu yerni ko'chirasizlar. Bu ko'chadi. Yopishtirayotganda uchini bir-biriga to'g'rilab, mana to'g'rilab yopishtirib qo'yasizlar. Shuncha bir xilla osnovani oldin qilib oladi. Karvoni anaqa gabadokka qotirib olib, keyin ko'zlarni yopishtirishadi. Balki bunaqasini ham qilib ko'rsatarman, osnovalarni qotirishni. Keyin orada mana bunaqa bir-birini orasidan o'tkazib, bunday dumalab qo'yaraman.
Endi keyingisiga ketamiz. Shunaqa qilib hammasini bir-biriga ulab chiqasizlar. Mana qizlar, tayyor bo'ldi. Orqasini boyayotgandek simlab oldik. Endi bir chetdan ko'zlarni yopishtiramiz. Bu yog'ini to'ldiramiz. Qaranglar, men sizlarga bitta naqa o'rgataman. Mana bunda qo'yish kerak. Kles pastiga suramiz. Ko'rib olinglar. Bu yog'iga ham suramiz. Bu yog'iga ham suramiz. Uchtasiga surib oldik. Men sal ichkariga qayirib olman, chunki ko'z yopishtirganimizda xalaqit qilmasligi uchun. Endi bizga pistolet kley kerak bo'ladi. Qaranglar, kleyimizni mana bu tepa qismiga surib, sraz mana ko'zimizni yopishtiramiz. Mana. Buni ham xuddi shunaqa yopishtiramiz. Nimaga bunaqa qilaman? Shu ketadi-ku. Mana bu. Ikki yog'iga kley qilmasak. Mana qaranglar, mana уже qotdi. Pistolet kleyni o'zida yopishtirsanglar, bu ko'chib ketadi. Bir yog'ini pistoletni bir yog'iga kley qilsak, bu уже ko'chmaydi, xudo xolisa уже yopishadi. Mana. Butun sal qiyshroq qilman. Mana. Endi mana ikkalasini to'ldiramiz. Bo'ldi, mamiyolariga уже bunaqa qilishimiz shart emas. Ya'ni kichkina ko'zlarga yo'llarini ham shunaqa qilib to'ldiramiz. O'zim bunaqa ko'zdan qo'yishim kerak edi. Bunaqa ko'zimdan kam qolgani uchun mana bundan qo'yibman faqat.
Mana shunaqa qilib to'ldirib chiqasizlar. Именно shunaqa ko'zda qilishingiz shart emas. Aytayapman, mo'ljallasizlar. Qanaqa ko'zda to'ldiradi, qanaqa ko'zda tushadi. Shunaqa qilib yopib ketaverasizlar. Mana qizlar, koronamiz уже tayyor. Ko'rdinglar? Mana orqalari. Bo'y liqillab turdi, mana уже hamma yoq qotadi. Mana bunaqa joyidan bir-biriga sim o'tkazib chiqqanman bunda ham. Mana yog'iga metraj yopishtirib olasizlar, hozir ko'rsataman. Mana bunaqa metrajdan. Buni bitta qalini bor. Mana tak bu ham yoparkan bemalol. Mana mashinadan yopishtirib olasizlar. O'shanda simlari ko'rinib ham turmaydi, sochi ham yulmaydi. Mana rosa ham chiroyli chiqadi. Buni men 100 mingdan deb qo'ydim. Zirigi bilan simbolik. Lekin ozgina qimmat bo'ldi. Просто mana xarajatim o'zi 100 minglik, ikkita zakazim. Xarajatim o'zi 100 minglik bo'ldi, adashmasam agar. 100 mingga 100 ming qolish bu kam. Ikkita narsaga simbolik. Shuning uchun bunaqa koronalarni 150 mingdan kam etmaylar. Hammasi shisha toshlar. Shuning uchun chiroyli yaltirab chiqqan. Mana